Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Bugun 5-fevral Qo'qon mashina bozoridamiz. Sizlarga chiroyli obzor qilib beraman. Ro'za Ramazon kunida hammamiz chiroyli qilib shu obzorlarni ko'ramiz. Qani ketdik, boshladik. Soatimiz 8:35. Mana bozor boshlanyapti. Ertalabisiga bozorga odamlar kirib kelyapti. Hali bozor avjida bas. 9:30 10da avjiga chiqadi bozorimiz. Qani boshladik bo'lmasa. Hurmatli obunachilar, bugun sizlarga obzor qilib beramiz. Sizlarga birinchi o'rinda 1, 2, 3, 4, 5 ta mashinani obzor qilib beramiz. Narxlarni ko'rasizlar, yoqqan bo'lsa like bosib, telefon nomerlariga chiqib, hamda bo'lasizlar. Nexia tiniqi lekin, Nexia 2 legenda deganlar shular bo'ladi. Oh, mana boshladik bo'lmasa obzorimizni. Bismillahirrohmanirrohim. Nexia 2miz legendamiz 2013-yil, 2013-yil. Balonlari zo'r, 1.6 motor aka. Motor bitta ko'rib olaylik. 1.6 motor, konditsionerlari bor mana. Mashinani holatda yangidek. Yurgan necha aka buni? 253 ming. 253 ming yurgan. Kraskasi? 25-30% kraskalari bor. Kalinkalarga sepilib, tushirgan joylariga, gullagan joylariga qilinib qo'ygan. Xo'sh. Rollarimiz ichki holatlari tiniq, cho'lpolik, salon holatlari. Hozir nimasini ham ko'ramiz. Aka, metani bormi? Metan yili necha aka? Metan holatlari, metanda yili 21-yil aka. Yangi aka metan. Metan 100 talik. Zapaska bo'lalari yangidek turibdi ekan. Mashina shunga bo'lgan. Holatlari chirgan joyi yo'q. Xo'sh. Bo'ldi. Rangi qanaqa deyiladi aka buni? Mo'klasi bor. Holati aka, motor hadoyida ishi yo'q, a? Motor hadoyida ishi yo'q. Rangi tiniq. Xo'sh, endi bu Nexia 2dan. Hammasiga bitta nomer qo'yaveramiz aka. Bo'ldi aka, bunga nomer necha? Mashina Nexia'mizga 90lik 858 858 84. 84. Xo'sh, yana bir oq Nexia 2miz. Parratini holatda. Tumankalari, balon holatlari yangidek. Xo'sh. Bagoylari yangi chiqqandan. Holatlari. Hozir birinchi o'rindan motorni ko'rsatib berdim sizlarga. Motor, konditsioner. Xo'sh. Bu Sons motorimizdan. Holatlari. Hibrid Lux konditsioner deyiladi buni aka. Hibrid Lux konditsioner. Xo'sh. Nimasi aka, kraskasi necha foiz buni? Kraskasi 15%. Kraskasi 15%. Qaytada pastda gullagan joyga sepilib qo'ygan, Ha, shu orqa krelosida bor. Ha, orqa krelosida bor. Xo'sh. Yurgan necha aka buni? 133 ming yurgan. Holatlari. Xo'sh. O'zini roli. Zavodskoy magnitofon. Hamma yoq zavodskoy ekan. Bitta chol qoplab olasizlar. Sidnaga holatlari yaxshi. Rangi oq. Bagajni bosib oling aka. Yondan ko'rilishi. Bagaj holatlari. O'rag'ichlar bor aka. Bu o'zining o'rag'ichlari bilan O'rag'ichlar bor. Zapaska mana zapaskalar aka. Zapaska balonlari. Tayyor. Qo'ni shunka aka bu. Qo'ni shunka. Temir metan. Nishal 80 talikmi bu? 80 talik ekan. 2022 ekan a? 2022-yil yangi gaz balonlari bilan. 15% kraskasi bor. Holati yaxshi. 2014. Yili 2014. Narxi qanaqa aka buni? 5700 beriladi. Telefon nomer bering aka bunga. 97lik. 97lik 628 628 08 08 88. 88. Bo'ldi aka. Stolnoy Nexia'miz Lux konditsioner bu ham mana. Bo'lsa 1.6 katta motordan hamma yaxshi ko'rgan toqqa tortadigan motorimiz. Holatlari. Kraskasi bitta eshikda bor deyapsiz. Qaysi eshikda? Shopirda eshikda. Bu shopirda turibdi, mana shu yerda bor a. Qolgan joyi toza. Xo'sh, holatlari. Bu ham metan a?
Bu ham bitta tashlangan, o'zimiz zavodskoy. Magnitofonlari, rul, holatlari yaxshi. Bunga ham bitta chiqol. Sizlarga chiqol qaytsa, sizlarning holatlari juda zo'r, ezilmagan, yangidek turibdi. Xo'sh. Luks. Baqa holatlari. Metan necha bun aka? 80 talik metani bilan zapaska balonlari. Zapaska balonlari mana bor. Holati yaxshi mana. Damkratlari bilan. Juda chiroyli turibdi. Yondan ko'rinishi. Buni yili necha deysiz? 13-14. Yili 13-14. Buni kelishini qayermi aka? Bu nomga tuzish kerakmi? Qanaqa dokument? Hamma yo'q bor. Bo'ldi, hamma yo'q bor. Narxi necha bo'ldi deysiz? 5700. 5700. Telefon nomer aka? 97lik 628 628 0888. 0888. Bo'ldi aka, shu raqamga chiqib chiqishaveradi. 2009-yil Ghibli Lux konditsioner. Motor holatlari mana. Motor qilingan. Aptichdan chiqqan aka? Aptichdan chiqqan. Rangi qanaqa buni? Baqlajon deymi, nima deydi? Baqlajon rang, balon holatlari yangi, kalpaklar qo'yib qo'yishgan mana qattiqdan. Xo'sh, kraskasi qanaqa aka buni? Kraskasiga tomdan pasini shilinganga sepib yubordi. Tomdan pastiga shilinganga sezgan udari yo'q. Ichiga o'tmagan. Holatlari mana. Bakoylar yangicha stilda yonadi. Xo'sh. İç holatlarni ko'rsak buni. Bismillahirrohmanirrohim. Yurgani necha buni? 400 ming oshiqroq yurgani. Cholpolik qilingan. Nima deysiz? Ha, konditsioneri ham bor. Bo'ldi, konditsionerlar ishlaydi. Hamma nimasi ishlaydi ekan, demak, konditsioner ishlasa bo'ldi. 10 marta gensa 10 marta gen beraman, dehqonchilik aka. Bo'ldi, gen necha marta so'rasalaring beriladi. Zapaska balon mana o'zini holati turibdi, qanday bo'lsa shunday. Temir metan gaz balonlari bilan. Xo'sh. Shu holati mana, ichki holati ko'rsatdim. Balonlar yangi ekan, stoplar mana. Mana chiroyli ekan. Mana ichki holatini bir ko'rsatib qo'yaman mana. Zavodskoy magnitofonlari. Roli, arqa bagaji, kolonkalarga mana joy qo'yilgan ekan, kolonkalar qo'ysa bo'ladi. Xullas, bu tomdan pastga bilgan kraska. Aka, buni narxi necha pul? 3900 dan tushib beriladi. Kam bor, kelishadigan joyi bor. Telefon nomer aka? 99lik 870 0590. Bu ham aka? Mana shu hozir. Endi mashinamiz. Stanloy bu aka? Ha, Boburjon ayting. Stanloy. 1.6 Lux konditsioner. Aka bu ham. Lux konditsioner yo'q. Konditsioner yo'qmi? Ha, bu yerda. Lux o'zi konditsioner yo'q. Xo'sh, kraskasi necha foiz aka buni? Kalinkadan toza. Toza mana, toza bo'lsa uzoqdan ko'rsataman yana bittasizlarga. Toza ekan mana. Yurgan necha aka buni? 296 ming yurgan. Balon holatlari yaxshi. Kalpaklar taqilib qo'yilgan, nes kalpaklar. Xo'sh. Mana bu yondan ko'rsataman. Tomini ko'rsataman. Mashinaning holatlari mana, eshiklari, o'zini reglari, o'zini mana hamma zavod chiqarmaydi follari bilan. Holatlar yaxshi. Metanni ochib yuboring aka. Bo'ldi. Metanni ochamiz, mana metan holatlari. Zapaska balonlari bilan mana damgrati. Yaxshi. Toza mashinamiz.
Buni yurgan necha deysiz aka? 296 ming. 296 ming. Narxi necha pul buni? 5200 kam bor. 5200 kam bor. Toza mashina, mazza qiluvchilarga. Telefon nomeri aka? 99lik. 99lik 870 870 0590. 0590. Shu raqamlarga telefon qilib bemalol kelishib olib. Ham yo'q bo'lar aka. Gen ham yo'q, dokument muammo yo'q deyishyapti. Ham yo'q qilib berishadi. Mana shu Nexia'larimizni ko'rsatdik sizlarga. Bemalol telefon nomerlariga aloqaga chiqib kelishib olishingiz mumkin. 2016-yil Nexia 2miz. 1.6 motor, konditsioner. Lyuks variantidan. Ha, aka, to'g'rimi? Lyuks varianti, ichki holatlari. Ko'rib turganlaringni o'zini zavodsiz qo'ymaydi pullari. Bu ichki holati. Bolik qilingan chiqil bolik. Kraskasi necha foiz aka buni? 15%. 15% kraskasi bor. Holati. Ha, metan. Aka, metan, men ochib yuboring metan orqadan. Bu yondan ko'rishsa 15% kraskasi bor. Hop, bismillahirrohmanirrohim. Metallari bor. Nechtalik aka metanimiz? 100 talik metan. Nechinchi yil? 23 mi bu? Bilmayman, kelganda mashinada. 2018-yil ekan. Bo'ldi. 18-yil, yangi balon. Temir balonimiz, mana zapaska balonimiz. Damgratlari. Mana o'zini holatlari. Bu pechat hisoblanadi. Xo'sh. Bu aka narxi necha pul buni? Yurgan necha dedingiz? 350. 350 ming yurgan. Narxi aka? 5200. O'tib kam bor. Bu anaqa dokumentda muammo bo'lmaydi. Gen pen ham yo'q bo'laveradi. O'tkazib olaveradi. Bo'ldi akajon. Telefon nomeri nechi? 91lik 737 0803. Shu aloqaga chiqaverasizlar shu nomerga. Xo'sh, matizimiz boshladi. Aka, necha foiz kraskasi bor? Aka, 20-30% bor. 20-30% kraskasi bor. Yurgan necha? Yurgani ko'ramiz aka. Bu temir metani bormi aka? Bor. Temir metan. 20-30 kraskasi bor. Yaqida baloni bor. To'rtta yangi baloni bor mana. Bu holati. Yangi balon. To'rtta yangi balon. Ichki holatlarni ko'ramiz. Ichki holatlari mana. Deflektorlari bor. Deflektorlari mana, deflektorlari bor. Polish qo'l qilingan. Arqa bagaj holatlari mana. Oldi kapotajing necha metani? Yili. Metani yuradi, hali ancha yuradi. O'ralganda ana ko'rpacha bilan o'rab. 80 talikmi? 65 talik. Matn 80 talik tushmaydi-yu. Tushmaydi, 80 talik. Orqasini ochib bo'ldi. Bo'ldi, oldin ochib ko'ramiz. Bu holatlari. Necha pul deyapsiz narxini? Narxini 3700 dan o'tib beramiz. 3700 o'tib berasiz. Yurgan bitta ko'rib oling. 500 bilan variantga chiqadi. Shu yigitni olib qo'ying. Bo'ldi. 500 bilan variantga chiqadi, ha? Shu nomerlarga aloqa chiqarsinmi aka? Ha? 470. Mana kamera yurgani. Bu ham variantga chiqadi. Variantga chiqaveradi. 1 yildan 5 yilgacha, 6 oydan 5 yilgacha chiqaraveramiz ko'rni. Kraskasi qanaqa aka buni? Buni ham aytida chiqib o'tmagan, oldi halqa butun. 30% bor ekanda. Ha, 120 ming yurgan bu. 120 ming yurgan. Balon holatlari. Temir metani ham bor buni ham. Bu propan bu. Propanmi? Ha. Temir metan ham qo'yib beramiz kelishsak. Bo'ldi, kelsang temir metan qo'yib berasizlar. Aloqaga chiqaverasizlar. Nomerlar. Xo'sh, mana shu holatlari mana. Deflektorlar o'ziniki. Oldin ham ochib, kalti olib, bagajni ostida ko'rsatamiz. Oldin ochib. Kapotni ham va bagajni ochamiz aka. Ha, metani ko'rsatamiz. Motor korobka ikkovi ham qilingan. Motorlarni qo'ygan. Shu mashina ikkovi. Motor hadovoylarda ishi yo'q. Hadovoy korobkalar. Minishga tayyor. Menga boshqa korobka ham qilib qo'ygan. Ha? Ha, propan. Kolonkalari. Ha. Dislimaydigan kolonka. Bu propanni mana holatlari. Xolasa metan ham qilib beraveramiz, muammo yo'q. Bo'ldi, kelishib o'tirib metan ham qilib beraverasizlar. Bo'ldi. Oldin ochikchi buni.
Oxiridan shu yigit topdi, shu yigitga. Naqa nechi pul dedingiz aka? 3700 o'tib beramiz. 3700 o'tib berasiz. Probalari bunaqa injektor. Prosto emas. Injektor mana propallari. Qolasa probar ham qilib beramiz, qolsa metan ham qoldirib beraveramiz. Bo'ldi akajon. O'sha klientni nimasiga qarab Vaqtga nechi pul desa ekan? 3700. 3700 ekan. O'tib beramiz. Ash nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. O'sha ikkalasini holati. Ikkalasini egasi bitta odammi? Ha, damasimiz ham bopda, yuzib ko'rsatamiz. Nexus so'raganlarga qora Nexus mana. Tayyor banki bor. Tayyor banki bor. Balon hollari yaxshi, mana turishi. Yili necha dedingiz aka buni? 21 yili, 1 yili 10 oy banki qolgan. 21 yili 1 oy 10 oy banki qolgan. 1,5 milliondan to'lanadi. 3,5 milliondan bank to'lab kelinadi. Mana holatlari, gaz balonlari bor aka. 4-paketli gazlari hamma yo'g'i bor. Kraskasi 4 ta detalda bor a? Ha, 4 ta detal petno bor. Petno bor. Necha pul bilan chiqadi aka bu? 3900 gaplashamiz. 3900. Bo'ldi. Oldin ochib yuborasizmi? Hozir oldin bilan ko'rsatamiz. Mana 2001-yil mana holatlari. Tushing. Xo'sh, mana motor holatlari ideal. Udar bo'lmagan, toza mashina. Rasxod yo'q motor. Rasxod yo'q-a? Yo'q. ABS bor-a? Bor. ABS konditsioner bor. Holatlari, ichini holati. Holatlari mana. Nexus emas. Aha. Balon yili necha aka? Yili 22. Balon yili yangi ekan, 22-yil zapaska. Zapaska balonlari bor, mana olish kerak. Ha, bo'ldi, buni olish kerak a. Zapaska balonlari yaxshi, holatlari. Yaxshi, ha. Naqqa, shuni sanayman, o'zini bagini yopib berasiz, necha pul aka? 7700. 7700. 7700. Bank shuni o'zi yopib, sizlar nomlarga o'tkazib beradi, xudo xolasa. Aka, telefon nomeri necha? 91lik 91lik 772 772 83 83 82. 82. Shu nomerga aloqa chiqaveradi aka. Xudo xolasa. Bo'ldi akajon. Barchalarimiz qora Gentra so'raganlarga. Qora Gentramiz mana. Balon hollari yangidek. Ko'rishlaring mumkin. Arqa balonlari. Yili necha deysiz aka? 23. 23-yil. Kraskali toza? Kraskali toza. Yurgan qancha aka? 83 mi yurgan? Yo, bismillahirrohmanirrohim. Mana hodlari. Cho'llar koja mana. Polik tashilgan. Xo'sh, o'zining nimalari? Redalari. Lukli. Yuqoritlari. Bitam aka? Parapan aka, nima pakelini hozir ko'rdim-da o'shanga. Ochib olasizmi aka oldin? Start stop. Pultlar bor. Abizlar bor-a? Abizlari bor. Abiz holatlari. Start stop ekan. Metallari, parapanni ochib olasizmi? Mana pakalinas. Parapan pakalina. Ular bilan bagaj holatlari kengina. Sariq avtokirni yozib qo'ygan bor-ku. Domkratlari bilan. Ha, Cobalt sariq avtokirni. Katta bo'lgan mashina qiziqlariga. Nechkir kameralari bilan. Pulti mechigar aka buni? 908. 908 pulti. Stop avtomat. Xo'sh, buni puli nech pul aka?
13700 kelishasan, 13700 kelishtirib berasizmi? Hozir kelishyapmiz. 13700 kelishtirib beriladi. Telefon nomerlari aka? 99lik 99lik 040 040 0284. 0284. Aka bu haligi o'tkazib berasizmi yo gen-pen bo'laveradimi? Gen ham bo'laveradi. Barterga ham kelishaveramiz. Ha, barter gen. Barter qanaqa mashinaga? Farqi yo'q. Cobalt Gentra. Cobalt Gentraga barter bo'laveradi. Bo'ldi. Mana o'pish holat ko'rinish. Yana bir Gentramiz. Oq rangi. Balon holatlari yaxshi. Necha yil aka buni? 2021-yil. Kraskalar toza qancha yurgan? 90 ming yurgan. 90 ming yurgan. Tanlov ruxsatlar bormi? Ruxsatlar bor. Qanchaga? Yozgacha. Yozgacha, iyun-iyulgacha bor ekanda. Iyulgacha tanlov ruxsatlari bor. Pakleniya gaz. Pakleniya gaz. Mana. Motor holatlarini ko'rsatib beraman. Motor holatlari. Holatlar ko'rsataman hozir. Bismillahirrohmanirrohim. Holatlari. Shulari avtomat korobka. Bismillahirrohmanirrohim. Xo'sh, kraskasi qayerda bor aka? Tozami? Kraskalar toza. Uklari bor mana. Xo'sh, narxi nech pul aka buni? Qancha? 12 ming narx aytyapsiz. Buni unaqa o'tkazib olish kerakmi yo gen bo'ladimi? Bo'ldi, gen ham berilaveradi. Telefon nomeri necha aka? 90lik 90lik 935 935 0302. 0302. Shu raqamga aloqaga chiqib ko'rasizlar. 12 ming. O'zondan ko'rinishi 21-yil mashinamiz. Gan deyiladi-da. Stalnoy gan. Mana bir Lasetimiz, Stalnoy gan. Sakadiskalar bilan balon holatlari yaxshi. Yili necha aka buni? 2011-yil. Kraskalar qayerda bor aka? Kalinkada bor. Kalinkalarda bor, ha? Bo'ldi, ikkala orqada kalinkalariga sepilib qo'yilgan. Qolgan joyi toza. Metan gazlari bor. Konditsionerlari ham bor. Chixolatlari. Bitta chixol quvasalaring tayyor holati. Xo'sh, motor holati. 7000 kami bor. Motor holatlari. Abezlari bormi buni? Bor. Abez. Abez konditsioner holatlari yaxshi, akkumulyator. Metani bor-a? Metan holatlarini ko'rsatamiz hozir. Xo'sh, metan holatlari, metan yili necha ekan? 30-yilgacha. 2030-yilgacha ham sirog'an. 2030-yilga zapaska balonlari, mana chaklari joyida, o'ziniki zavodskoy. Bu damkratmi aka? Damkrati, bu damkrat qiluvchi. Xo'sh. Holatlari yaxshi. Buni o'tkazib olammi aka yo gen bo'ladimi? O'tkazib olsalar yaxshi. Bo'ldi, narxi nech pul aka buni? 7000 dan tushib beramiz. 7000 dan tushib berasizlar. Kelishadigan joyi bor, ha? Telefon nomerlari necha aka? Yemaydi mashina, motor qo'yilgan. Motor, korobka joyida, hamma hadoylari joyida. Yog' yemaydi. Bo'ldi, kelishib aytilaveradi. 2010-yil. 2011-yil Lasetimiz. Telefon nomeringiz aka? 90lik 90lik 309 309 0305. 0305. Shunga aloqaga chiqaverasizlar. Avsalom tavba bormi? Yo'q. Mustang, avto Mustang. Buni holatlari. Xo'sh, navbatdagi oq Cobaltimiz. Sakadiska, o'zini hali eski Sakadiskadan ekan bu. Yulduzlilar. Holatlari mana shu. Nechinchi yil bu? 2018. 2018-yil oq Cobalt. Diskadan bu.
Yangi diskami shu? Voy. Xo'p, yangi diska ekan. 2018-yil. Balonlar holati yaxshi, charm qo'yaganda balonlar. Yangishi. Yangi ham pashti, deyarli. Xo'sh, salon holatlari. Afsus tushib qolmasa bo'ldi boshlaymiz-ya. Holatlari yaxshi, ideal. Muhabbatim sen pichoqsiz. Qo'yibdi yangisidan. Xo'p, yili 18. Kraskasi qanaqa buni? 10% arqa kapotni o'zi. 10% arqa kapoti o'zida bor. Arqa kapoti o'zida? Chig'itmagan. Mexanika. 1 euro ABS konditsioneri bor. 1 euro ABS konditsioneri boridan oldi hozir motorlarni ko'rsatamiz mana. Xo'sh, mana ABS, mana ABS ko'rinib turibdi. ABS konditsioner. Holatlari yaxshi. O'zlari ham tiniq holatda. Xo'p. Metan nechtalik? 90 talik. Metan 90 talik. Nechinchi yilgacha? 2030 gachami bu ham? 32. 32-yilgacha. Xo'p, buni narxi qanaqa endi? 8700 ozgina o'tib beramiz. 8700 dan ozgina o'tib berasiz. Xo'p, telefon 140 ming yurganmi? Bo'ldi. 8700 o'tib beriladi, 140 ming yurgan. Telefon nomer 90lik. 90lik 011 91 21. Bo'ldi. Bu gen davernis xohlagan dokument bo'ladi. Mana farq holatlari. Yana bir holatdagi Gentramiz. Buni yili necha? 16. 2016-yil Gentramiz. Bu ham saka diskadan ekan. Xo'sh, buni kraskalasi qayerda? Bitta oldi kapotni. Bitta oldi kapotni o'zida, qolgan joyi toza. Bitta oldi kapotni o'zida bor, qolgan joyi toza deyapti. Xo'sh. Motor holatlari. Paralari. Gentramiz. Hozir ko'ramiz. Avtomat korobka. Holatlari mana. Chiqollari bo'lgan. Nechtalik buni nimasi? 100 metanga. Metana? 100 metana bor. Shu Cobalt. Narxi necha pul buni? Shep. 8,5 o'tib beramiz. 8,5 o'tib beriladi. Avtomat korobka. Gentra. Hozirgi Cobaltda telefon raqamiga telefon qilaverasizlar, bitta odamlik. 2010-yil Lacetti'miz. Kraskasi rangi qora, kraskasi 15% bor. Orqa krilo va oldi qanotda. Xo'sh, 1.8 motor, ha? Xo'sh, motor holatlari mana. Lacetti'mizning общий ko'rinishini ko'rsatib qo'yay. Общий ko'rinishi 1.8 motor. Holatlari. Bismillahirrohmanirrohim. Qani, mana ichki salonni ochaychi. Ichki salon holatlari. Kolonkalari mana. Ichki holati, salonlari. Qo'li tashlab qo'yilgan. Xo'sh. Metani ko'rsatamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Zapaska balon, propan. Propan ekan aka bu. Bax qo'yilgan. Xo'sh. Shu holati. Yurgan necha bo'ldi aka? 310 ming. 310 ming yurgan. Sakadiska mana balon holatlari yaxshi. Bemalol qishgacha yetadi, ayamaysiz. Ular telefon nomeri necha aka? 93lik. 93lik 982 982 4748. 4748. Bu o'tkazib olammi yo gempen bo'laveradi, hammasi bo'laveradi. Bo'laveradi, qancha? O'zingiz nomingizmi? Kamroq. Bo'ldi, ukangiz nomi, o'zlarining nomida. Shu nomerga aloqa chiqarasizlar. Bu narxini necha pulga berandingiz? 6,5 dan o'tib beramiz aka, kelishamiz. Bo'ldi, 6,5 dan o'tib beriladi. Kelishli holatlar bor.
Xullas, bu Lacetti'miz Labuga barteri ham bor, kelishadigan holati bor. Bemalol aloqaga chiqarasizlar. Xo'sh, Cobalt'imiz hozir xaridorlar ko'rishyapti. Nechinchi yil? 14. Oq 2014-yil Sakadiska. ABS tormozlari bor-a? 3-paysa ABS tormoz, konditsionerlari bor. Turli shumka bo'lgan, oldi kapot shumka. Turli shumka bo'lgan, yaxshi. Oldi kapot ham shumka ekan-a? Xo'sh, metanimiz bor-a? Metan bor. Metanimiz bor. Yili nechingiz? 2014-yil. Xo'sh, obzor qilamiz, keyin narxini aytasiz. Xo'p, mana sakadiskada taqilgan faralar holati. ABS konditsioner, ABS bor, konditsioner. ABS holati. Xo'sh. Ichki holatlari mana. Ko'rigimiz tasharib qo'yilgan mana. Cho'l polik bo'lgan. Metanimiz nechtalik? 90. Metanni ochingchi. Ha. Sporlar qo'yilgan mana, tayyor qilinib. Sporlar qo'yib qo'yibsiz, o'zingiz qo'yganmisiz mana? Qiziqishda. Xo'sh. Ochingchi buni. Orqa holatlari, zapaska balon, damkratlari, Zapaska. metallari nechinchi yil? 2016-yil, nechinchi yilgacha buni nimasi? 2030gacha bu ham? Slogan bilmadim. Shunaqa 2030gacha bo'ladi-da. 2016-yilga yoz balonlari bilan. Xo'sh, buni narxi necha pul uka? 8 beramiz. Qayerda kirishga bordingiz? Oldi kapotda, Jinda oldi kapot, qolgan joyi toza. Toza. 8800 dan tushib berasizlar. Xo'p. Telefon nomer 94lik 94lik 495 495 1696. 1696. Xo'p, bu gen davernis qanaqa? Berdi. Hammasi bor. Bo'ldi, dokumentda muammo yo'q. Gen davernis xolos nomiga o'tkazib yuboradi. Xullas, hamma imkoniyatlari bor. Kelishadigan holatda telefon nomeriga chiqarasizlar aloqaga. Xo'p, navbatdagi Cobalt'imiz 2013-yil deyapsan? 2013-yil o'zini kalpaklari, balon holatlari yaxshi holatda. Kraskasi necha foiz ekan buni? Tomdan past kraska. Xo'p, Anonga aytdingmi? ichki holatlari mana. 2013-yilgi holatdagi Cobalt holatimizdagi. Xo'p, o'zini chiqol polik qilib olasizlar ekan. Polik bo'lgan chiqol qilib olsalaring bo'ldi mana holatlari. Yurgan necha aka? Yurgani 460 ming yurgan. Xo'sh, motor holatlarini ko'ramiz hozir. ABS bor ekan. Gazlar holatlari. 13-yil ekan. ABSlar bor ekan mana. Pulni endi bilamizda hozir. Bagajda ham ko'rakchi. Arqa ochiqmi aka? Xo'sh, metan holati mana. 2017-yil metan deyli. Zapaskalar. Shumka qilib olgan ekan orqa. Xo'sh. Tomdan past kraska. Puli necha pul aka? 6,5 dan tushib beramiz. 6,5 dan tushib berilib, kelishtirib beriladi. Xo'sh, telefon nomeri necha aka? 93lik 93lik 647 647 89 80. 89 80. Nomerga aloqaga chiqasizlar, shu holat. Xo'sh, navbatdagi oq Cobalt'imiz sakadiskalari bilan chiroyli holatda 2019-yil. Kraskasi tozami aka? Kraskasi toza. Balon holatlari yaxshi. Parallel holati. ABS konditsioner aka bu. ABS konditsioner. Mana holatlari. Bitta cho'l qoplab olsalaring bo'ldi ekan. Mexanika. Bu holatlari mana.
Xo'sh, metani bor aka, buni metanini ochib olasiz. 2023-yil. Ha, ochib oling orqani. 2019-yil mashinaga 2023-yil. Putlari mejikarmi aka? 7 dan oshib qolsa beramiz. O'tatadi ama. O'ziniki o'tadigan putlari bilan. Bitta xolos o'zi. O'zi o'tadigan putlari bilan. Xo'sh, 2023-yil gazlari bilan mana. Mana 2023-yil o'zi ko'rinib turibdi. Zapaska balon. Bet ochilmaydi, bet. Ha, bosib o'raydigan joyiga keldi. Ha, bosib o'ramiz. Xo'sh, mana holatlari, cheklari, zapaska balon, damkrat kurishlari. Holat yaxshi. Toza mashina. Yurgan necha aka buni? 283 ming yurgan. Narxi nech pul deyapsiz? 9,5 ming deyapsiz? Narx 9,5 ming. Oldini ko'raylik aka. 9,5 ming kelishadigan joyi bor. Hozir oldini ko'ramiz. Bak suriladi-da. Xo'sh, ABS. Ko'ryaptimi? Konditsioner, holatlari. Cheklari. Ha, motor o'zi shunday turibdi-kan, ham o'ka qilinmabdi. Cheklar holatlari. Aka, telefon nomeringiz necha? 307 08 41. Bo'ldi. Barterga ham bor? Ha, barterga ham bor. Gen, hamma variantlari bor. Bo'ldi, ana o'pish ko'rinishi. Yili nechi buni? 19 ekan yili. Mana holat. Telefon nomerlarga chiqib aloqaga chiqaverasizlar. Navbatdagi jentramiz Euro chiqqan 2015-yil saka diskalari bilan oq. Kraskasi necha foiz? Kraska eshikda petno bor, xolos, ana shu eshik bo'lib chopildi. Eshikda petno bor, qolgan joy toza. Lux konditsioner, ABS. Malibu bar, Mers roll. Malibu roll. Yurgani necha? 248 aka. 248 yurgani. Holatlari tiniq. O'rik tashalib qo'yilgan. Chiquvlari original. Yaxshi holatda. Motorlari tiniq. Motorni ochib yuboring-chi. Bismillahirrohmanirrohim. Buni yuribmiz, ha, bozorga olib chiqamiz ham yo'q, ha. Ko'chirasiz. Xo'sh, motor holatlari mana tiniq. Konditsioner hamma yo'q, ishlab turibdi. Konditsioner, ABSlari bor, ha? Yo'q, bor, ha. Euro chiqqan. Yevroga chiqqanda, hali import, eksport. Chet elga eksport qilgan-ku. Metani nechtalik? Limonosi bor-da ekan buni mana. Mekanizatori bor, rasxoti o'ta kam. Mexanika rasxotini qiladi bu. Ha, rasxot kam etiradi. Ha, bo'ldi. Bunaqa kam bo'ladi. Metan nechtalik? Metan 100 talik. Metanning holatini ham ko'rakchi. Xo'sh, metanning holatlari mana. 80 talikmi bu? Ha, ana domda o'tiramiz-da aka, biz buni shirin suv olib boramiz-da uydan, qishloqdan. Bo'ldi. Mana bakrashkalar turadi. Zapaska balonlari bor. Ishtalay motor. Xo'p, buni narxi necha pul? Narxini aka 9 mingdan tushib beramiz. Narx 9 mingdan tushiriladi. Yurishlar o'ta zo'r. Yuslari mana oldindan uzoqdan holati. Bunga telefon nomer beraylik. Generalni bo'ladi. Generalni o'tkazib ham beriladi, generalni ham bo'ladi. 90lik. 90lik 566 566 15 70. 15 70. Shunga aloqa chiqaverasizlar. Ha. Xo'p.